Sahar 9ga ishga kelamiz. 5ga yig'ishtiramiz. 5 mahal ovqat berasiz. Obeddan keyin ishlaymizmi yo'qmi? Usta bu uzrda gapingizni oldim. Gapimni berdim, gapir. Berdingizmi? Aka biz obeddan keyin 2 soat uxlab olamizda. Ana shundan. Obeddan keyin ishlaymizmi yo'qmi bu o'zimizga bog'liq-da. Fundament, shag'al ishlarga biz ishlamaymiz. Ularga alohida ishchi olib kelasiz, keyin biz ishlaymiz. Xom blok, shilaka bloklar termaymiz. Ular og'ir. Bizga Eron g'ishchasini olib kelasiz, yengilda teramiz. Uzrda usta yana gapingizni oldim. Berdim gapimni, gapir. Aka biza kafelam teramiz. Yengil ishda kafelam. Ana shunaqa vaziyat-da. Usta boy, yomon qiziq odamda siz. O'zi bironta ishingiz bitmagan hammasi chala. Yana maqtanganingizga o'laymi, usta boy? Azamat. Bu yomon yerga urib tashlayapti-ku. Mana bu pul. Mana bu shikaturka deb ol, ha? Ko'r, mana. Ko'rib tur. Ha. Ko'rdingmi? Biron